Agar siz Vengriyaga kelayotgan bo'lsangiz, quyidagi narsalar sizning chamadoningizda bo'lishi kerak. Birinchi navbatda eng muhimi bu hujjatlar. Bular pasport, rezident permitga bog'liq hujjatlar, universitet talab qilgan hujjatlar. Agar siz stipendiya yutgan bo'lsangiz, stipendiya hujjatlari, sug'urta hujjatlari va bu hujjatlarning onlayn yoki qog'oz shakldagi nusxalari kerak. Ikkinchisi, kerakli dorilar. O'zingiz doim ishlatadigan dorilar bo'lsa, albatta ularni yetarlicha olib kelgan yaxshi. Vengriyada ham dori-darmonlar sotiladi, lekin albatta narxi farq qilishi mumkin yoki shifokor retsepti sizdan so'ralishi mumkin. Uchinchisi, bu kiyim-kechak. Siz sumkangizni kiyim-kechaklar bilan to'ldirishingiz shart emas. Vengriya havosi O'zbekiston havosidan unchalik ko'p farq qilmaydi. Shuning uchun siz issiq, sovuq va yomg'irli havo uchun bir nechtadan ustingizga va oyoq kiyim olsangiz yetarli. Aytgancha Vengriyadagi qish ham ancha sovuq hisoblanadi. Lekin butun shkafni ko'chirib kelishingiz shart emas, chunki Vengriyada ham kiyimlar sotiladi. To'rtinchisi, lekin sizga hech kim aytmaydigan asosiylardan biri, bu milliylik ramzlarini bildiruvchi O'zbekiston bayrog'i, do'ppi yoki milliy kiyim-kechaklar, O'zbekistondan keltirilgan suvenirlar. Menga eng yoqadigan hissiyotlardan biri o'z milliyligimni boshqalarga ko'rsatish. O'zbekistonni o'zida do'ppi kiyib yurish yoki bayroqni ko'tarib yurishga uyalgan bo'lishingiz mumkin, lekin siz chet elda faxrlanib ko'tarib yurasiz. Keyingisi bu o'zbekcha mahsulotlar. Bular zira, choy yoki o'zingizga yoqadigan Vengriyada topish qiyin bo'lgan narsalar. Agar siz Vengriyada o'qiyotgan bo'lsangiz va o'zingiz bilan olib kelmoqchi bo'lgan narsalar bo'lsa, albatta muhokamalarda aytib keting. Bu boshqalar uchun foydali bo'lishi mumkin. Keyingi videoda men Vengriyaga kelishingizdan oldin kerak bo'ladigan ilovalar bilan tanishtirib o'taman.